Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı 23 fevral yakshanba kuni maxsus axborot e'lon qilib, bu yil 5 ayning 23 kunidan 25 kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashini o'tkazilganligini jakarladi. Qurultayning bu vaqtda e'lon qilgan axborotining to'liq teksti tovandikicha. Dünya Uyghur Qurultayı ijroiya komitetining qaroriga asosan 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi va Uyg'ur yoshlari kengashi parallel holda 2025 yili 5 ayning 23 kunidan 25 kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqiriladi. Dunyodagi 20 dan ortiq davlatda aktiv faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining asosli rahbarlari, siyosiy faoliyatchilar, jamoat arboblari, ziyolilar va diniy o'limalarimiz, savdo-sanoat sohasidagi sarxillar, yetishib chiqayotgan yosh faoliyatchilar, tadqiqotchilar, shundaqla Sharq Turkiston xalqining taqdiriga va vaziyatiga yaqindan ko'ngil bo'layotgan chet ellik yuqori darajalik siyosiy arboblar, kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, mutaxassislar, Tibet, Janubiy Mong'oliya, Tayvan va Hong Kong vakillarining qatnashishi bilan o'tkaziladi. Bu qatimqi Milliy Kengash va Yoshlar Kengashini chaqirishdagi asosli sabab dunyo siyosatida yuz bergan jiddiy o'zgarishlarga muvofiq yangi harakat planini tuzib chiqishdir. Amerika prezidenti Donald Trump qayta hokimiyat beshiga chiqqandan keyin dunyoning siyosiy, iqtisodiy va bexatarlik sohalarida jiddiy o'zgarishlar yuz berishga boshladi. Amerika-Xitoy munosabatlari, Amerika-Yevropa birlik munosabatlaridami yangi o'zgarishlar o'tirg'i chiqishga boshladi. Dunyo kun tartibini mashg'ul qilayotgan Rossiya-Ukraina urushi, Isroiliya Hamas to'qinishi, Asad hokimiyati og'dirilgandan keyingi Suriya vaziyati, Xitoyning kengaymichilikni maqsad qilgan tashqi siyosatining qo'shni davlatlar va NATOga a'zo davlatlarni bearam qilishi, ishki jihatda Shi Jinping hokimiyatiga nisbatan norozilik va ziddiyatlarning uzluksiz kuchayishi, Xitoy iqtisodining chekinishga yuz tutishi qatorliq bir qator tashqi omillar Uyg'ur milliy harakatiga yangi fursatlar elib kelish bilan birga yana yangi xirslar paydo qilmoqda. Gerçi Xitoy hokimiyatining vatanimizda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat sodir qilayotganligi dunyodagi 11 parlament tarafidan e'tirof qilingan, Londonda qurilgan Uyg'ur sudi tarafidan xalqaro qonun tartibi bo'yicha rasmiy dalillangan, Amerika kongressidan qabul qilingan Uyg'urlar haqidagi ishki qonun ijro qilinishga boshlagan, Uyg'ur majburiy amkini to'xtatish uchun xalqaro hamkorlik kuchlanayotgan va BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan e'lon qilingan Uyg'ur doklatiga o'xshash bir qator amaliy harakatlar davom qilayotgan bo'lsa-mu, afsuski, BDTga a'zo mutlaq ko'p sonli davlatlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun harakatga o'tish mas'uliyatidan o'zini qochirishi, ba'zi davlatlarning ochiq-oshkor holda Xitoyning maydonini qo'llashi, davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga ko'z yumish, Ikkinchi dunyo urushidan keyin shakllangan dunyo tartibi va xalqaro qonunlarni Xitoy hukumatining iqtisodiy kuchiga tayanib o'zgartirishga harakat qilayotganligi, chegara halqagan bostirish siyosatining oshkor shaklda davom qilayotganligiga o'xshash vaziyatlarga shohid bo'lyapmiz. Xalqarada jiddiy o'zgarishlar yuz berayotgan, milliy mavjudligimiz jiddiy xavfga duch kelayotgan bugünkidek xalqiliq bir paytda har qaysi sohadagi millatimizning sarxillari bir yerga jam bo'lib, dunyo vaziyatiga mos qadamda yangi strategiya va yangi yo'l xaritasi bekitib chiqish uchun Sharq Turkiston Milliy Kengashining chaqirilishi xalqimizning orzusi va milliy harakatimizning taqozosi bo'lmoqda. Shunga bu qatimqi Sharq Turkiston Milliy Kengashida har qaysi ellardan kelib yig'iladigan Uyg'ur tashkilotlarining asosli rahbarlari, siyosiy faoliyatchilar, mutaxassislar, ziyolilar, diniy o'limalarimiz, savdo-sanoat sohasidagi vakil xarakterlik arboblar, yoshlar va ayollar vakillari yuqorqi temalarni cho'radigan asosda yuzturan holda muzokara va kengash ilib berish orqali milliy harakatimiz jiddiy duch kelayotgan xiris va fursatlar, shundaqla tashkiliy jihatda saqlanayotgan masalalarga qarata hammamiz birlikda javob topamiz. Da'voyimizning kelajagi va izbosarlar bo'lgan yoshlarning milliy da'voyimizdagi rolini muayyanlashtirish, ularning aktivchanligini joriy qildirish, o'zaro hamkorlikni yuqori pallaga chiqarish, o'xshamagan fikr, ko'z qarashlarni muzokara qilish uchun munbar yaratib beramiz. Hammamiz ideyani va harakatimizni birlikka keltirishga tirishimiz. Shuning bilan birga mavjud ishki ziddiyat, ixtilof va to'qinishlarga talto'kis xotim berib,
ittifoqlik va o'rtoqlikni amalga oshirishni, hammamiz birga buningdan keyin tüp yetakchi ideya va mangdigan yo'nalishni belgilashni maqsad qilamiz. Shunga muhajirat yashayotgan barliq vatandoshlarimizni 3-cü navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi va Uyg'ur yoshlari kengashiga jiddiy ko'ngil bo'lishga, uning muvaffaqiyatlik va unumli chaqirilish uchun fikri, moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga chaqiramiz. Hurmat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi 15 fevral chaqirilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komiteti yig'inida 3-cü navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komiteti qurib chiqilgan va qurultayning sobiq raisi Dolqin Aysa apandim tayyorlik komitetining raisligiga tayinlangan edi. 21 fevral kuni Dolqin Aysa apandimning riyosatchiligida Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komitetining tunji navbatlik to'rig'ini chaqirilib, Milliy Kengashining tayyorlik xizmatlari haqida konkret o'rinlashtirish elib berildi. Tayyorlik komiteti a'zolari dastlabki qadamda Turg'unjon Alovuddin, Zumrat Erkin, Abdurashid Abdulhamid, Erkin Ahmedov, Roshan Abbas, Doktor Erkin Akram, Ömer Qanat, Farhat Yo'rinqash, Abdul Hakim Idris, Erkin Zonan qatorliqlarni o'z ichiga olgan 27 nafar kishidan tarkib topdi va tayyorlik komiteti tarkibida kotibotlik komissiyoni, iqtisod komissiyoni, kutib olish va orqa-sap komissiyoni qatorliq 3 komissiyon qurilib, Milliy Kengashning butun tayyorlik xizmatlari haqida tafsiliy xizmat plani tuzib chiqilib, 20 dan ortiq davlatdan taklif qilingan Sharq Turkistonlik va chet ellik mehmonlarning tizimligini turg'izib chiqish va ular uchun taklifnoma hozirlash xizmatlari rasmiy boshlandi. 3-ayning 1-kunidan e'tiboran taklifnomalar avatilishga boshlandi. Dunyoning har qaysi ellaridan Milliy Kengashga qatnashish uchun keladigan aziz mehmonlarni Uyg'ur xalqining an'anaviy mehmondo'stlik xislatlariga masalda loyiqada kutib olish uchun hozirdan e'tiboran Germaniyadagi bo'libmi Myunxen shahridagi Uyg'ur qarindoshlarimiz orasida umum safarbarlik xizmatlari boshlandi. Germaniya Uyg'ur ma'rif va madaniyat markazi, Germaniya cho'nglar mashribi, o'rta yoshliqlar mashribi va yoshlar mashribining fidokor a'zolari yana burunqidek bu navbatlik Milliy Kengashning tayyorlik xizmatlariga yaqindan moslashib berdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqiriqi va sohibxonligida tunji navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi 2018-yili 8-10 noyabr kunlari Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazilgan. Yig'inga 22 davlatdan kelgan 250 dan ortiq Sharq Turkiston tashkilot rahbarlari, vakillari, jamoat arboblari, siyosiyonlar, mutaxassislar, dongliq ziyolilar, diniy zotlar, davlat arboblari, parlament a'zolari, yoshlar va ayollar vakillari qatnashgan edi. 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi bo'lsa, 2022-yili 5-ayning 26-kunidan 28-kunigacha yana Myunxen shahrida chaqirilgan va u kengashga 20 dan ortiq davlat va rayonlarda faoliyat qilayotgan 70 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining asosli mas'ullari, siyosiy aktivlar, lager shohidlari, ziyolilar, diniy zotlar va shundaqla Sharq Turkiston xalqining taqdiriga va vaziyatiga yaqindan ko'ngil bo'layotgan chet ellik siyosiyonlar va qonunshunoslardan bo'lib 200 dan ortiq kishi qatnashgan edi. Qurultay markaziy ishxonasining stansimizga bildirishicha, oldimizda chaqirilgan 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi va Uyg'ur yoshlari kengashiga dunyodagi 20 dan ortiq davlatda aktiv faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining asosli rahbarlari, siyosiy faoliyatchilar, jamoat arboblari, ziyolilar va diniy ulamolarimiz, savdo sanoat sohasidagi sarxillar, yetishib chiqayotgan yosh faoliyatchilar, tadqiqotchilar, shundaqla Sharq Turkiston xalqining taqdiriga va vaziyatiga yaqindan ko'ngil bo'layotgan chet ellik yuqori darajalik siyosiy arboblar, kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, mutaxassislar, Tibet, Janubiy Mongoliya, Tayvan va Hong Kong vakillaridan bo'lib 200 nafardan ortiq mehmon taklif qilindi. 20 fevraldan 21 fevralgacha Tayvan Tashqi ishlar ministrligining sohibxonligida Tayvanning poytaxti Taybey shahrida chaqirilgan Halifax xalqaro bexatarlik munbiriga taklif bilan qatnashgan Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotibi O'rkash Davlat, Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Aysa, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas,
Amerikadagi Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris qatorliqlar Uyg'ur masalasining navbatdagi taraqqiyoti haqida Tayvan prezidenti Lei Chingde, sobiq prezidenti Tsai Ing-wen, ba'zi davlatlarning rahbarlari, har sohadagi mutaxassislar, diplomatlar va NATOga a'zo davlatlarning vakillari bilan uchrashib, ma'lumot bergan. Shundaqla ular guruhlar bo'yicha muzokara olib berilgan yig'inlarda so'z qilib, Uyg'ur irqi qirg'inchiligining dunyoviy xatarligining bir partisi ekanligini ta'kidlagan. Bu yig'inga Tayvan prezidenti Lei Chingde, sobiq prezidenti Tsai Ing-wen qatorliqlarmi qatnashgan va so'z qilgan. Bu Halifax xalqaro bexatarlik munbirining Osiyo davlatlarida tunji qitim ochilgan yig'ini bo'lib, Latin Amerika va Shimoliy Amerika, Yevropa davlatlari, Yaponiya, Koreya va Afrika davlatlaridan bo'lib 200 dan ortiq kishi qatnashgan. Bu qitimqi munbarga qatnashgan Dolqin Isa apandi munbarda va guruh shaklida elib berilgan muzokara yig'inlarida Uyg'ur masalasini o'ttirib qo'ygan. Uning aytishicha, u Xitoyning Uyg'urlar qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining dunyo bexatarligining bir partisi ekanligini, Xitoyning kengaymichilik siyosatining dunyo tinchligiga tehdid ekanligini o'ttirib qo'yganligini bildirdi. U mundaq dedi: "Men bugun muzokara yig'inida so'z elib, Xitoyni Uyg'urlarning eng yaxshi bildiganligini, bugun Xitoyning faqatla Uyg'ur va Tibetlar uchun tehdid bo'lib qolmasdan, balki Tayvanning bexatarligiga tehdid selayotganligini, Xitoy hukumatining dunyo qandoq tehdid elib kelayotganligini bilib olishning muhim ekanligini, shuning uchun dunyodagi har qaysi davlatlarning davlat mudofaa xomchotini o'stirish bilan birlikda Uyg'ur, Hong Kong va Tibet ommaviy tashkilotlari bilan bo'lgan hamkorlashishni kuchaytirishning zarur ekanligini, biz Uyg'urlarning beshi kelayotganlarni dunyoga anglatishning muhimligini o'ttirib qo'ydi. Bu yilqi Halifax xalqaro bexatarlik munbiri Ukrainadagi urush va Xitoyning Osiyo davlatlariga bo'lgan xavfiga markazlashgandan sirt tor bexatarligi, xalqaro hamkorliklar va xavfsizlik masalasi haqida muzokaralar ilib berilgan. Bu munbarda yana nuqtali holda Xitoy va Tayvan masalasi, Xitoyning Hong Kong, Tibet va Uyg'ur siyosati tilga aylangan. Dolqin Isa muzokara yig'inida Xitoyning lager va irqiy qirg'inchilik siyosati to'g'risida ma'lumot bergandan keyin Xitoy qarshi har qaysi davlatlarning umumyuzlik tadbir elish kerakligini, undaq bo'lmaganda Xitoy xavfini to'sqili bo'lmaydiganligini o'ttirib qo'ygan. Halifax xalqaro bexatarlik munbiri Kanadada har yili bir qitim chaqirildigan bo'lib, o'tgan yildagi yig'inda Tayvan hukumati sohibxonlik qilganligini bildirgan. Bu qitimqisi tunji qitim Osiyo davlatlarida chaqirilish ekan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munbarga 6 yildan buyon qatnashib kelmoqda. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.